Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Yaxshi, men o'sha boboydan anchagina pul oldim. Yo, Jinursin, Grox meni uyimda. O, xudoyim, Grox. Kechikkanim uchun uzr, janob Grox. Yo, bratan, qatla deding. Janob, men siz uchun pul yig'ib yurgandim. Mana ko'ring. Yo, bratan, bularni qayerdan olding? O'zimni yangi bog'ini surishtirmang. Bilasanmi nima? Sani lavozimingni oshiraman. Nima? Yaxshi qurbaqajon, kelsangga nima qilishimizni aytaman. Biz boshqa qishloqlarga borib Grox uchun soliq yig'amiz va kunning oxirida uni Groxga beramiz. Agar bu ishni qilmasak, bizni ko'timizga tiqishadi. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Bu biz birinchi bo'lib soliqni yig'ib oladigan qishloq. Birinchi uni yaxshilab kuzatib ol. Yaxshi, ko'rdim. Bu juda oson. Keling tezroq boshlaymiz. Qo'y, menga qurol o'qitalma. Men sening instruktoringman. Uzr. Qara, senga birinchi bo'lib nima qilishni ko'rsataman. Qo'y, eshikni och, hozir soliq mas'uli. Xudoyim, mana. Va biz shunchaki soliqni olamiz va davom etamiz. Bu oddiy. Yaxshi, yana bormi? Ha, keyingi uy bilan sen shug'ullanasan. Ha, qani ketdik. Qo'y, qani tezroq eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Ha, mana oling. Ha, qani bera qol. Xo'sh, yoqdimi? Qurbaqajon, bu men ko'rganlar orasida eng zo'r edi. Xo'sh, keyingi qishloq. Qo'y, eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Mana oling, meni soliqlarim. Men juda ham ko'p ishladim. Yaxshi. Xo'sh, keyingisi. Qo'y, eshikni och. Hozir soliq mavsumi. Yaxshi. Mana ol soliqlarimni. Bu yer soliq yaxshi bo'lyapti. Qo'y, menga soliq yig'uvchi bo'lish yoqyapti. Eshikni och. Hammasini chiqar. Qandaysan, bratan? Iltimos, kechiring, bu menda bor yagona narsa. Pashol nafis. Yaxshi, keyingi uy. Mana, oling. Bu mening soliqlarim. Va shuni aytmoqchimanki, qaytganingiz bilan janob Anilan Uz. Qarochi obuna bo'linglar. Yo'q, hammasini Groxga berish vaqti keldi. Yo'q, qani olib kelinglar hamma soliqlarni. Marhamat, janob Grox. Yo, Grox, men siz uchun shuncha narsa olib keldim. Qarang, ish kuni tugadi. Endi kech tushishini kutamiz. Qiziq, nima qilsam ekan? Yo, bu sensan-ku. Nima? Endi sen soliq yig'uvchimisan? Shunday desa ham bo'ladi. Sen har doim mening yaxshi o'quvchim bo'lgansan. Seni omadli bo'lishingga biladim. Sen menga yoqmaysan deganing-ku. Qarochi, sen hamma imtihonlarni hech qanday imtihonsiz yengding. Barakalla. Marosim-ku. Shu yerda o'tirishni xohlayman. Yo, xudoyim, bu soliq yig'uvchi-ku. Billa, zaybar qildinglar, qarochi. Ha, men o'shaman. Meni hurmat qilinglar. Bo'lmasa ko'tinglarga tiqaman. Sahnaga chiqib bir nima deyishni xohlamaysizmi? Albatta xohlayman. Hammangizga Groxga bo'ysunayotganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, kelajakda menga bo'ysunasiz. Xo'sh, yana ozgina vaqt qoldi. To'xta, ular nima haqida gaplashyapti? Endi o'zicha zo'rlarda. Baribir biz sendan zo'rmiz. Yo'q, naxo'y nima qila olasalar, vojalar. Mana qanday qilib o'sha uysiz boboy pullarni oladi ekan. Katta rahmat senga pulli odam. Men seni mehnatingni qadrlayman. Mayli, keyinroq u bilan bu haqda gaplashaman. Qo'y, birodar, sen o'sha qurbaqaga ishonasanmi? U juda katta tezlikda o'z reytingini ko'tarib oldi. Men unga ishonmayman. Hammasi joyida. Uysiz bazaga boryapti. Hech kimga bildirmasdan borish kerak. Qani tezroq. Jinursin, qanday qilib buni payqamadi-ya? Qani tezroq. Xo'sh, o'ylashimcha hammasi yaxshi. Xo'sh, boboy, tayyormisan? Ha, men rejamizni muhokama qilish uchun tayyorman. Xo'sh, ketdik. Ha, men bilgandim, unga ishonib bo'lmasdi. Jinursin. Xo'sh, keling, endi reja haqida gaplashamiz. Yaxshi, men orqamdan yur, qurbaqajon. Yo, bular kim? Xullas, men puli ko'p boboy bo'lganim uchun qishloq yetillardan iborat armiyaga homiylik qilyapman va biz ular bilan imperiyani bosib olamiz. Jinursin, demak biz imperiyani o'z qo'limizga olamiz ekanda. Va yetillar armiyasi buni qanday amalga oshiradi? Seshanbada ular qasrga kirishadi va Groxni o'ldirishadi.
Xo'sh, rejamiz shundan iborat. Yaxshi, bu menga yoqyapti. Ha, men aniq ular Groxni kotiga kirib ketishganini ko'rdim. Ana va uysiz boboy ham, lekin nima uchunligini bilmadim. Qani ketdik. Yo, Bernard, ana va pastdagi nima? Rostdan ham bu nima? Menimcha bu suvga o'xshayapti. Tezroq qani yashirindik. Yaxshi, mana boryapman. Ular bu yerga kelishganida, ularga kutilmaganda hujum qil. Yaxshi, va mana armiyamni tezroq berkat. Tezroq, qani tezroq pastga. Jin ursin onalaringni. Bu qanaqa joy? Qo'y, qurbaqajon, qani tez qo'lingni ko'tar. Yo, bratanlar, qandaysizlar? Qani qurolni tez tushir. Nima uchun bu yerga berkinayotganding? Bu boyliklar qayerdan? Bu talonchilik. Qo'y, ehtiyot bo'l, bo'lmasa ko'tingga tiqaman. Bizga qo'y. Sen bizga mana shu boyliklarni berasan va shunda biz seni o'ldirmaymiz. Yo'q, boboy. Yo'q, buni qilganingga ishona olmayman. Axir sen gapirishga ham vaqt bermading-ku. Endi qo'ysan, baribir Grox imperiyasini sotding va qolgan hayotingni qamoqxonada o'tkazasan. Senga ishonib bo'lmasligini bilgandim. Tezroq bo'l qurbaqa, bo'lmasa tumsoqlar sen bilan shug'ullanadi. Yaxshi. O xudoyim, men bu teligini o'tiraman. Qani bu yoqqa kel. Mana shu yerda sen qolgan 50 yilingni o'tkazasan. Nima hazillashyapsanmi? Xo'sh, nima deb o'ylaganding? Idi naxuy korotchi. Yo'q, faqat bu emas. Oy, jin ursin, endi bu yerda uzoq o'tiraman. Jin ursin, men qurbaqajon bizani sotadi deb o'ylamagandim. Men uni imperiyaga xizmat qilyapti deb o'ylagandim. Nima, Grox, sen meni qo'yib yubormoqchimisan? Yo'q, shuncha qilganlaringdan keyin, bratan, nima uchun bu ishni qilding? Sen meni eng sevimli jitelim eding. Grox, meni eshit, men umrimda bunday ish qilmaganman. Iltimos, shunchaki meni qo'yib yubor. Pashulni, qo'y, endi senga ishona olmayman. Agarda qamoqxonamdan chiqishga urinsang, seni o'ldiraman. Nima, axir seni zo'rsan deb o'ylardim. Yo'q, qandaysan bratan, nima bo'ldi? Men Groxdan ancha katta pulni yashirdim va endi 50 yil shu yerdaman. Hech qisi yo'q, buncha yomonmas-ku. Nima deyapsan? Korotchi, Groxni sevgilisi bilan o'sha ishni qilib o'tirganimda zapal bo'lib qolganman. O'shanda yomon qilgandi-yu Grox. Endi shu yerda 428 yil o'tiribman. 428 yil. 4, 2, 8. Jin ursin, hozir ochlikdan o'lib qolaman. Yo, bratan, ushla, bu seni haftalik ovqating. Jin ursin, juda yoqimsiz ko'rinyapti. Yaxshi, hech bo'lmasa esa bo'ladi. Nima? Og'zingga oyog'im. Iltimos, hech bo'lmasa siz menga obuna bo'lib yordam bering. Hozir juda azob chekyapman, lekin hozir shug'ullanish vaqti. O'sha voqeadan so'ng qurbaqajon toki Groxni ozod qilmagunicha shug'ullanaveribdi. Ammo Grox yaqin orada qurbaqajonni ozod qilmoqchi emas edi. Shuncha mashqdan keyin o'zimni xuddi temir asbobdek his qilyapman. Menimcha yana o'sha kartoshka nima? Sivat? Qo'y, meni eshit. Reja hali ham o'z kuchida. To'xta, nima haqida gapiryapsan? Men o'sha boboyning shogirdi edim va men qo'riqchini kiyimini kiyib oldim. Yo'q, ketdik. Omad senga do'stim, sen bilan ancha yaxshi vaqt o'tkazdik. Rahmat, senga ham omad. Qo'y, bu qurbaqani haqqob ketyapsan. Groxni ko'rmoqchi. Qurbaqa. Men juda tanimayman. Yo'q, tezroq, men ortimdan yur. Yaxshi, men ortingdan yuryapman. Uni o'ldiringlar. Boz harakat qilyapman, qo'limdan kelmayapti. To'pponchani ol, nima balo yeymisan? U shu yerda edi. Yo'q, Grox, bizni tutolmaysan. Rostdanmi? Yo'q, orqamizda. Qani tezroq tush. 5 daqiqa ertaroq kelganingda edi. O'zi qayerga ketyapmiz? Mana bu ishga emas, albatta. Bizni bu yerdan olib chiqishingga ishonaman, Sivat. Jin ursin, yo'l yo'q. Jin ursin. Qo'y, boss, to'xtang. Keling, balki u yerga kirmasmiz.